Ucu futbol emas, futbolda variant yo'q. Utma odam qolmadi-ku bu hayotda. Futbolda bizlarda yangi keladigan komanda yo'q, hammani utamiz degan ma'noda necha marta o'ynasak, deyarli 99% holatda utganmiz. Yana bir marta shunday o'yin uyushtiramiz. Bizning komanda tayyor. Og'a, bizani ichimizdagi birinchi savol sizga. Nechun bizlarga vizit tashladingizlar? O'zi isoyangizni ko'rib, bizning komandadagi bir 20 odam tashandimi? Odatda turibdi bolalar o'zi. Bizani deyarli umuman o'tmoqlar-ku. Nechun bunday vasiyat turibdilar? Bu odamni utamiz deb. Umuman o'tmamizmi og'a? Endi bir marta o'tgan bo'lsangiz mumkin. Yo'q. Bizning komandadagi kimdir o'yinga qatnashmagan holatda. Noto'g'ri ma'lumot bo'ldi. Yaxshi, uni qo'ying. Qachon o'ynaymiz? Menimcha ko'p kuttirmay sizdan o'tib qo'yaveramiz. Shu yaxshi. 25-noyabr kuni o'ynaymiz. Futbol bo'ladi. Mabodo biz o'tadigan bo'lsak, boshqa futbol demaysizlar. Sizlar bizdan o'tadigan bo'lsangizlar ham damaymiz axir. Damaymiz. Yo'q, futbol damaymiz umuman. Sovrinmi yo bo'lmasa shartmi o'tgandan keyin nechik bo'ladi oshon tarafi? Istoriyalaringizda yana shu guburdab, ofisga kelib, komanda bilan hamma narsani tekshirib, navba yo'q, olib ketamiz. Bu bizaniki bo'pti o'zi. Tushunatdik. Va hamma narsani check-up ketisizlar. Bilmadim endi buni auditoriyami yoki bizning komandami yoki sizlarning komandami yoki umuman uchinchi shaxs, ya'ni auditoriya xalatsa, menimcha undan ham go'zal. Unda dumzo'r. Mana bunday sovrin yoki mana bunday shart bajarsin. Kommentariya yozadilar. Kommentariya yozadilar. Do'stlar, shu video kommentariyasini yozinglar qani. Shart beramizmi, Mumiy jamoasini utib, yo bo'lmasa sovrinmi, yo bo'lmasa ofisini bir qator videolarini qo'ysak, bir narsa qarang, ikkitamizmi? Eng do'stim biz ham ofisga park qo'ysak. Shuni, Tushunasizlar. Bo'ladi deb, bu. Shu auditoriya aytsa, shuni talab qo'yaveramiz. Bo'ldi. Biz rozi. Bo'ldi. Esa 25 kunga ko'rishamiz og'a. Jonli tayyorlanib narsangizlar. Tayyorlanib, Ey, bular qiziqib turgan joyim bular ko'rib o'tirib ishlaydi-da. O'tirib ishlaydi, endi biz necha futbol o'ynaylik biza bilan bilmayman. O'tirib ishlasak ham blogerlardan kuchlimiz. Ketadigan yerdan keldi, esa yaxshi.